Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana Asakadagi ishimizni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Shapkalar va darvozaxonalari, ayvonlari va naveslarni qilib berganimiz. Mana navesini ko'rishingiz mumkin. Bu yeri pianinali fasonda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. O'rtalariga pianinalar yopishtirib berganimiz. Mana shapkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Oq va mokri rangda bo'lgan va 90 gradsli fasonda bo'lgan. Choysiz tandalarni ham qo'yib berilgan. Navolari mokri rangda bo'lgan. Eslatib o'taman azizlar, joyning kvadratdan tunkaning kvadrati nisbatan ko'proq ketadi, chunki tunkaning bukilishi va muzqatilishi ham bor. Buni ham inobatga olib qo'yamiz. Mana aylanlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerlar ham hovuz fasonda bo'lgan va o'rtalariga ramkalar qo'yib berilgan. Azizlar, hozircha xizmatlarimiz vodiy bo'ylab davom etmoqda. Agarda vodiydan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Mana azizlar, darvozaxonasini ko'rishingiz mumkin. Bu yer ham pianinali fasonda va hovuz fasonda bo'lgan. O'rtalariga bir dona ko'zmushlarimizdan qo'yib berganmiz. Mana azizlar, ko'cha shapkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu yer ham xuddi shu fasonda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Ishimizni ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'yasiz.